Bundan bir necha kun oldin Qashqadaryoning Kitob tumanida Cobalt avtomashinasi o'quvchilardan birini urib yuborgani haqida xabar bergan edik. U bolakayning ahvoli haqida esa qo'shimcha ma'lumotlar e'lon qilindi. Bola 9-sinf maktab o'quvchisi. 14-oktyabr sodir bo'lgan avtohalokatdan so'ng u og'ir ahvolda shifoxonaga yetkazilgan. Biroq ertangi kun 15-oktyabr kuni u soat 10:00 yoki 11:00larda vafot etgan. Hozirda holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Yo'llarda ehtiyotkor bo'ling, zero e'tiborsizlik sababli bir bola hayotdan ko'z yumdi. Siz bilan Qashqadaryo tezkor 24 bo'ldi. Biz bilan voqealar markazida qoling. Eng tezkor Qashqadaryo va Qarshi shahri yangiliklari faqatgina bizning Telegram kanalimizda. Telegram kanalimizga Instagramdagi biodagi link orqali obuna bo'lishingiz mumkin.